Bir yilda 1000 ta sertifikat. Bizda shunchaki bilim emas, dunyo tan olgan natijalar bor. 8,5, 0 va milliy sertifikatlar. Bular bizning o'quvchilar uchun odatiy hol. Bu sertifikatlar oliy ta'lim muassasalariga kirishingizga kafolat beradi. Katta maqsadlar sari ilk qadam qayerdan boshlanishini bilasizmi? Bu shunchaki ta'lim maskani emas. Bu iqtidorlar shakllanadigan, orzular haqiqatga aylanadigan va kelajak poydevori quriladigan maskan. Farg'ona davlat texnika universiteti 2-sinf akademik litseyi bu intellektual salohiyat va zamonaviy imkoniyatlar chorrahasidir. Bu yerda biz nafaqat bilim olamiz, balki kuchlilar orasida o'zligimizni topamiz. Eng nufuzli oliygohlar sari yo'l aynan shu yerdan boshlanadi. Xo'sh, bizning muvaffaqiyatimiz nimada? Kelajagingiz maskanini o'z ko'zingiz bilan ko'rishga tayyormisiz? Unda qani ketdik. Litseyimizda o'quvchilar o'z qiziqishlari va kelajakdagi kasblariga mos ravishda bir necha yo'nalishlardan birini tanlash imkoniyatiga ega. Birinchisi aniq fanlar texnik yo'nalishi. Ushbu yo'nalishda matematika va fizika fanlari professional ustozlar tomonidan o'qitiladi. Keyingi yo'nalish aniq fanlar iqtisod. Ushbu yo'nalishda matematika va ingliz tili fanlariga alohida e'tibor beriladi. Shu bilan birga xorijiy tillar yo'nalishi mavjud bo'lib, unda ona tili va adabiyot hamda ingliz tili fanlari chuqurlashtirilgan holda o'qitiladi. Bizning akademik litseyimizda tibbiy fanlar yo'nalishi bo'lib, bu yerda bo'lajak shifokorlar tahsil olmoqda. Bilim olish uchun kuch kerak. Litseyimiz oshxonasi esa sizni kuniga 3 mahal mazali va imtiyozli taomlar bilan ta'minlaydi. Sog'lom ovqat muvaffaqiyat garovi. To'g'ri, akademik litseyimizda uzoq masofadan keladigan o'quvchilar uchun zamonaviy turar joy mavjud. Bu yerda barcha qulayliklar yaratilgan. Akademik litseyimizda har oy yakunida o'quvchilarning bilim o'zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida 30 kunlik test sinovlari tashkil etiladi. Yakunda yuqori natija qayd etgan o'quvchilar litsey ma'muriyati tomonidan taqdirlanadi. Litseyimizning eng katta boyligi bu o'qituvchilarimizdir. Ular nafaqat bizga bilim beradi, balki har bir o'quvchining ichki salohiyatlarini ochishga ham yordam berishadi. Aynan mana shunday o'qituvchilarimiz borligi sababli bizning litsey orzular sari yetaklaydigan maskan hisoblanadi. Bizning har bir darsimiz o'quvchiga o'zini ifoda etish, fikrni mustahkamlash hamda kelajak sari dadil qadam qo'yish imkonini beradi. Farzandingiz haqida qayg'uryapsizmi? Bizning litsey eng to'g'ri tanlov. Kelajagingizni biz bilan boshlang.